Katta guruhlarda geometrik shakllarni o'rgatish. Hozir geometrik shakllarni mustahkamlab olamiz va bir o'yin o'ynaymiz. Didaktik o'yin. Qani boshladik. Shartimiz, men shakllarni aytaman va kim birinchi bo'lib oxirida shakllarni qo'lini qo'yib sharni olishi kerak. Ana shu komanda yutgan bo'ladi. Uchburchak, to'rtburchak, kvadrat, doira, shar. Yaxshi, zo'r. Yana ikki kishi keyingi ishtirokchi chiqsin. Shart tushunarli, ha? Boshlaymiz. Uchburchak, kvadrat, doira, to'rtburchak, shar. Keyingi ishtirokchilarimiz. Doira, to'rtburchak, kvadrat, uchburchak, shar. Ikkita qo'l ishlatilmaydi, faqat bitta qo'l bilan. Keyin shakllarda adashgan odam birinchi sharni olsa ham mag'lub bo'ladi. Uchburchak, kvadrat, to'rtburchak, doira, shar. Doiraga qo'ymadik. Doiraga qo'ymadik. To'rtburchak. Bu kvadrat, bu to'rtburchak. To'rtburchak, doira, kvadrat, uchburchak, shar. Demak, Tarbiyachi, tarbiyalanayotgan bolalar uchun emas, guruhimizning qizlari uchun. Boshlayman. Qaysi 3 ta raqamlarni bir-biriga qo'shsangiz ham, ko'paytirilsa ham javobi bir xil bo'ladi? Bir raqam, bir. Yo'q. Ham qo'shsangiz ham ko'paytirsangiz ham. Yo'q. kim aytsa qo'lini ko'tarsa mikrofoncha beramiz. Boshqatdan savolni qaytaraman. Yaxshilab tinglaysiz. Qaysi 3 ta raqam deyapman, bitta raqam demayapman. 3 ta raqamlar ko'paytirsangiz ham bir xil javob chiqadi. 1, 2, 3. To'g'ri. Chunki izohlab beraman o'zim. 1, 2, 3 ni qo'ysangiz ham 6, 1, 2, 3 ni ko'paytirsangiz ham 6 chiqadi. Keyingi savol. Qaysi holatda 2 ga qarab 10 deymiz? Soatga qarab 5, 10 bo'ladi. Soatga qarab. U kishi topdi-da. Kim qo'l ko'tarsa? Men Soatga qarab. Soat 2ga qarab 10 deymiz. soat strelka. Meni javobim soatga qarab. Soat strelkasiga qarab. Soat strelkasi. Endi bu qolgan doskaga yoziladi bittasi. yaxshi, bu meni metodikam kichkina, sizlarga o'tkazdirmoqchiman. Keyin nima qilib qo'yaman, mayli. Mana shu hozir yana bitta chizay. Bu taraf. Chizib olay. Mana shu sonlarni o'timiz o'tiraylik. Mana shu son yozimi. Mana shu sonlarni shunday joylashtiringki, bu tomonga ham, bu ikkinchi qator ham, uchinchi qator ham, bu tomonga ham, hattoki bu tomonlarga ham 15 yig'indisi 15 chiqishi kerak. Qo'shganda. Hozir o'ylab ko'ringiz, agar toza topa olmasalaringiz, men mana bu joydan chizib ko'rsataman, keyin sonlarni taxlashga osonroq bo'ladi. Ichingizda faqat. Qarang, birinchi qator ham, pastga ham to'g'ri kelishi kerak. Daftarga yozib ko'ringiz, to'g'risi. 1, 6. Ikkinchisiga men chiqadimmi? Lekin oxirga borib xato o'qishim. Hozir Sonlar bir-birini takrorlamaslik kerak, lekin. Takrorlanmaslik kerak. Bitta son qaytadan. to'g'ri chiqyaptimi? Men chiqay. 2, 5. Yo'q, bu xato, Hozir sxemasini chizaman.
sxemasini chizaman hozir. Chiqingchi, siz chiqingchi. Siz topdim menimcha. To'xtang, chizmay turing. Qancha topishdi? Sxemasini chizsak, shunga bu tomonga kelib chiqadi-da o'zi. Mana bu 7, 3, 5. Endi qarang. Hozir mana u pastga qarang. 12 ga 5 qo'ysak 17. Bu noto'g'ri. Bundagi ham chiqish kerak-a. Sxemasini chizaman hozir. To'xtang, endi ko'rsatsin endi sxemani. Qayt chiqing. Bu nima yerdan to'g'ri chizsam? Yo'q, yozmayman. Sxemasini chizyapman. Qarangizlar. Sxemasini o'rgataman. Mayli, osonroq bo'ladi. Mana bu yerga, mana bu yerga, mana bu yerga, mana bu yerga shunday son joylashtirirsalaringiz, keyin mana bu narsa bo'lib turibdi-ku. Shunday kelib chiqadi. Bering. Bu sxemaga raqam qo'ysangiz osonroq bo'ladi. Men sizlarga anaqa qilay. 9, 15. Menimcha to'g'ri. 15 to'g'ri. To'xtang. 13, 15. 8ga 3 qo'shsak, 8ga 5 qo'shsak 12. Ana 16 To'g'rimi? 15 ku, to'g'ri. Yo'q, to'g'ri. 11. To'xtang. To'g'ri-ku. To'g'ri. Dengiz qarsak chalib qo'yadi. Havo quydi. Hisoblab ko'ringizlar hammalaringiz.